Jasur aka, hozir O'zbekistonda ko'pchilik arashan zotiga qiziqyapti. Ko'pchilik allanib qirg'iz qo'chqorlarini olib qo'yishyapti yoki boshqa liniyasiyon narsalarni olib qo'yishyapti. Qo'chqor tanlayotganda nimasiga e'tibor berish kerak? Qaysi jihatlarga ko'proq ahamiyat berish kerak? Shu to'g'risida qisqacha ma'lumot berib ketsangiz, aka. Mana shu qo'chqorni ustida bir mulohaza qilsangiz. Qo'chqor tanlayotganda asosiy nimada? Qo'chqorda birinchi navbatda shu qo'chqorda qoni tekshirilgan bo'lish kerak. Nimagaki chorvaning ichida bruselyoz juda ham ko'p. Iloji boricha o'sha seleksiya qilinayotganda, uyda misoliga yaxshi qo'chqor olinayotganda обязательно sog'liqlari qoni tekshirilib, nimalarda qoni tekshirib, bizda O'zbekiston Respublikasida bu tekshirib berish brusellyozga qarshi mutlaqo bepul. Veterinariyani chaqirib turib aytilsa, bo'ynidan, xohlagan joyidan qon olib turib tekshirib, bir kunda rezultat chiqadi. Asosiy birinchi masala shunga e'tibor berish kerak. Ikkinchi masala, sizning savolingizga javoban, meni kuchim yetmayapti bu qo'ying, qirg'iz qo'chqor bilan arashanda farqi juda ham katta. Ko'pchilik shunga e'tibor bermaydi. Shunaqa. Arashan qo'chqorini quloqlari uzun bo'ladi. Mana quloqlari mana. Aka. Mana. Uzun 20 santimetrdan 18 santimetr yoki 24-25 santimetrgacha bo'lishi mumkin. U shu расположенияsi shunday qo'chqorni mana shu to'g'ri turgan holatda bo'lish kerak. Keyin juni puxi bo'lmasi kerak orasida. Mana bunaqa shotka bo'lishi kerak. Shotka bo'lishi kerak. Arashanning farqlari shunda. Keyin mana shetlarda oqligi bo'ladi ko'proq, qorin qismida. Oq nimasi bo'ladi? Arashanda farqi juda ham katta. Endi arashan qo'chqorda misoliga Edilboy qo'chqorda ham oq bo'lishi mumkin, faqat quloqlari noto'g'ri joylashgan kalta holatda yonbosh turishi mumkin. Tushunarli. Bu ham o'sha расположение to'g'ri emas hisoblanadi. Unda to'g'ri turish uchun mana shunday qo'ydi, mana shu bo'g'izlovga qarab turib, to'g'ri qulog'i turish kerak. Arashan qo'chqorda. Mana shu yerda turish kerak. Xuddi mana shu yerda turish kerak. Hozir endi bu qimillab turibdi, lekin bu griznini rusa o'sha расположениялari juda ham to'g'ri turadi. Shularga asosiy e'tibor berish kerak. Keyin sog'liqda qattiq boqib yormaslik kerak, juda ham katta qilib yormaslik kerak. Чтобы qo'yganda, masalan bizda asosiy mavsum O'zbekiston Respublikamizda avgust oyiga to'g'ri keladi. Akot mahali. Akot paytda qo'ylar juda ham semiz holatda bo'lmasligi kerak. Nimagaki qo'chqor qiynaladi. Kuyib turib olguncha. Qo'chqor qiynaladi birinchidan, ikkinchidan qo'ylar tug'ayotgan paytda boshlansa, misol yanvar, fevral, mart, aprel qilib turib 20-30 ta qo'y shu oralig'ida tug'adi. Misol bir oyda 2 ta, 3 ta. Lekin qo'ylarda telosложенияsi to'g'ri bo'lsa, qattiq boqilmagan yoki bo'lmasa juda ham ozg'in holatda bo'lmasa, birdek tez qochib turib, birdek mahalda tug'adi. Mana shu narsalarga e'tibor berish kerak. Hurmatli aka-ukalar, Jasur akamizga yana bir marta alohida rahmat deymiz. Mana arashan zotida qanaqa qo'y tanlash kerak? Birinchi bo'lib genetika qonini tekshirish kerak qo'chqorni. Расположение uhi qulog'iga, yungiga, yunining ichida mana yaqinroq olib kelamiz. Junining ichida puxi bo'lmasligi kerak mana. Shotka. Puxi yo'q junining ichida. Mana shu narsaga qattiq ahamiyat berib ko'rish kerak. Aka, joningiz sog' bo'lsin. Yana bir marta Alloh rozi bo'lsin. Hamma chorasiga Alloh baraka bersin. Rahmat. Assalom.